Zamonaviy firibgarlik mavzusida davom etamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda butun dunyoda kiberjinoyatlar soni ortib bormoqda. Kiberjinoyatlarning eng ko'p tarqalgan turlaridan biri bu moliyaviy firibgarlikdir. Hozirgi lavhamizda Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiberxavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan aniqlangan kiberjinoyat haqida so'z boradi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda turli yutuqli aksiyalar va katta sovrinlar kabi soxta e'lonlar bilan odamlarni aldab, pul undirish holatlari keng tarqalmoqda. Fuqarolar firibgarlarning yolg'on gaplariga ishonib, o'z mablag'laridan ayrilmoqda. 2024-yil 2-dekabr kuni Qiziriq tumanida yashovchi fuqaro aynan shunday firibgarlik qurboniga aylandi. Telegram ijtimoiy tarmog'idagi Aka-uka shou kanalida avtomobil yutib olish imkoniyati borligi haqidagi e'lonni ko'rib, u ishtirok etish uchun firibgarning hisobiga dastlab 150 ming so'm mablag' o'tkazgan. Ko'p o'tmay unga noma'lum Telegram profilidan tabriklaymiz, siz Damas avtomobilini yutib oldingiz degan xabar kelgan. Firibgarlar fuqaroning ishonchiga to'laqonli kirish uchun unga oldingi g'oliblar haqida foto va video materiallar yuborishgan. Bunday ishonchli ko'rinishga aldanib, fuqaro avtomobil hujjatlarini rasmiylashtirish uchun yana 5 million 300 ming so'm pul mablag'ini o'tkazgan. Biroq oradan vaqt o'tib, fuqaro hech qanday sovrin yo'qligini va aldanganini tushunib, zudlik bilan Qiziriq tumani Ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan. Tezkor harakatlar natijasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kiberxavfsizlik bo'limi va Qiziriq tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan mazkur firibgarlik holati aniqlandi va aybdor shaxslar qo'lga olindi. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.